Bugungi videoda biz Koreya uylarining qadimgi zamondan to hozirgi davrgacha bo'lgan rivojlanish bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Shinsokki Shide, yangi tosh davri. U davrda odamlar umchikda yashaganlar. Umchik bu yer ostiga 1-2 metr chuqur qilib qazilgan oddiy turar joy bo'lib, uch qismi shox, somon va yog'och bilan yopilgan. Issiqlikni saqlash va sovuqdan himoyalanish uchun aynan yer ostiga qurilgan. Samkuk Shide, 1-7 asrlar oralig'i. Bu davrda Koreyada 3 ta asosiy qirollik Goguryeo, Pekche va Silla mavjud edi. Uylar asosan yog'och ustunlarga tayangan bo'lib, devor ustunli uylar, ya'ni Pyeokju-kauk keng tarqalgan edi. Shiftlar baland, tomlar esa yog'och yoki somondan qurilgan bo'lgan. Koreys an'anaviy uyi Hanukning boshlang'ich shakllari ham ayni shu davrdan boshlangan. Apartamentlar davri. 1960-yillardan boshlab Koreyada shaharsozlik boshlanib, ko'p qavatli kvartiralar tez qurilib boshlandi. Bugungi kunda esa apartamentlar koreyslar uchun eng asosiy turar joy turiga aylangan.